Assalomu alaykum akalar, salomsizlar. Bo'yiga 1.5 yengillik bechkamimiz Andijon viloyati Buloq tumanida kelib bo'y berish uchun Mirgom akamizga akasiga beshi qanday bo'ldi? Ko'ringchi. O'tirmachi. Haliz boshlama g'ishlarni har xil ko'rasiz dedi. Unga aytib o'tirib, polni sara dedi. Mana sarg'ish polni sarg'ish olib bo'y berdi, yozmani qurib, bunda yaq qo'ydik. Xohlasa yomonlik go'zal. O'sha zamon issiq, ular yaq qo'ydik mana. Tutun mana aka uyga bermaydi, ko'ribsiz mana ichki qarabizga tutunlarni ham. Xohlasa sizga yoqqan bo'lsa tutunamiz aka. Endi aka orqashiqqa olgan ko'rib berasiz endi. Akalar bu endi mana orqadan ko'rinishi bir ko'ringlarchi. Aka kelib issig'ini bir ko'rib oling aka, mana issig'ini qashaqacha urayapman. Issig'ayotgan bo'lsangiz. Zo'rmisiz inshaalloh aka? Yaxshi. Akalar yoqqan bo'lsa, laklarni bo'lsa, tepadan olishda do'st o'zimiz olib borib, sho'rni shunaqa qilib beramiz. Salomat bo'linglar.